Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli video ishbozlari, baliq ishbozlari, Chinoz baliq kanalining ashaddiy qadrli aziz muxlislar. Bugun 2025-yil okalar 16-oktyabr baliqning ashaddiy kuni, baliqlar ko'p kuni bugun xudo xolasa okalar. Baliqlar kuni ham bo'ladi. Mana ko'ringlar okalar. Bu tomonda bitonkamiz. M39 bitonka yo'li. Shuni yonginasida joylashgan baliq bozoriga yetib keldik okalar. Baliq bozori boshlangan. Vaqt 16:25 bo'libdi. Xudo xolasa asr kirgan. Demak, asrda bozor bo'lyapti okalar. Ba'zi baliq bozori boshlangan avjida. Okalar baliqlarni narxlab yaqin tanishamiz. Ekan uzoqlashmasdan like bosib, obuna bo'ling. Biz chiqargan videolarni birinchilar qatori ko'rishga muyassar bo'lsa, boshladik okalarim. Ketdik. Okalar bozorga baliq tayyor, mana yashillarga solib qo'yishgan. Bozorga tassilo balig'i. Qanchadan bo'ldi bugun? Narxlar 17 mingdan baraka bo'ldimi? Nechta kilolik bular? 1,5 kilo, bir tepa. 1 kilo 200, 1 kilo 300 atrofida baliqlar sotildi. Tassilo bozorga tayyor yashillarga solib qo'yishgan. Xudo xolasa juda katta partiya bugun okalar. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni beraversa, kuninglar xayrli bo'lsin. Ketdik biz. Mana to'g'rilarga solishyapti, to'g'rilarga bo'lib mana. Bular 8-9 mi? Jiyan? Qancha kilosi? 16 ming so'm. Bugungi narxlar 16 ming okalar mana. Bu yerda bir 300 so'rish kela bor-a? O'xshi. Charchamanglar, sog' bo'ling, sachirot ustimizga uzoqroq turamiz. Tushib ketibsiz. Charchamanglar. Assalomu alaykum, hormanglar, okalar. Baliq bitta tomosha qilinglar yaqindan. Bular 1,5 mi, bir tepam. 1,5 kilolik tassilo baliqlar bugun kelgan sveji. Okalar katta partiyada kelgan mana. Qanchalar narxlari bugungi narxlar? Asl narxga bash aytamiz, 25 ming so'm, to'g'rimi? 25 mingdan tassilo baliqlari. Sveji bugun keltirilgan okalar mana. Qolaman deganlarga tanlab olishadi bolalar. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarimiz opalar o'shibda. El xizmatlar. Charchamang, sog' bo'ling, kuningiz xayrli bo'lsin. Mana okalar. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Okalar baliq bozor kirib kelyapmiz. Xudo xolasa baliq bozor boshlangan avjida. Mana bismillahirrohmanirrohim. Mana. Bular amuriy degan baliqlar zo'r keldi. Aka nechta kilolar bular? 5-6. 5 tepa, 5, 6, 7 gacha bor aka. Okalar amur baliqning yirigi zo'r keldi. Juda katta partiya aka, yo'qda ham bor a? Xudo xolasa okalar narxi qanaqa bo'lyapti amurlarniki? Beli amur narxlari. 65 mingdan kilosiga tortib beramiz. To'g'rimi aka? 1 kilosi 65 mingdan 7 kilo, 6 kilo amurlar. Sveji bugun keltirgan mana, yiriklar okalar. Gap bo'shlik bor. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa, kuninglar xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum, hormanglar. Sazan balig'i. Okalar xudo xolasa, bular bir tepa aka. 1,5, 1,3, 1,4 shunaqa atrofida sazan. Yog'li yoqsiz aka. Yoqsiz varianti. Xudo xolasa, qayerda ko'l? Qaysi qayerdan kelgan aka? Qo'rg'onchidan olib kelishgan, narxi 45 ming so'm 1 kilosi. 1 kilosi 45 mingdan sazan baliqlari, kariblar ham bor ichida. Mana de charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersin. Ko'proq olgan tushadigan joyi bor, kelishtirgan joylari bor. Sog' bo'ling. Okalarim sazan balig'ining zo'rlari, tiniqlari, dodalari keldi mana. Aka, narxi qanaqa bo'lyapti buniki? Bugungi narxlar 30 ming so'm aka. Bular 8-9 mi aka? 1 kilolik. 1 kilolik sazan baliqlarining narxi bugungi narxlari 30 mingdan. Sveji mohirapamik, to'g'rimi? Mohirapasimiz. Qiyman deganlar, zo'rni olaman deganlar, Chinoz baliqdagi mohirapa qatnasangiz, baliqni zo'r topib beradi. Svejilar shitda. Bundan tashqari tassilo baliqlari bor mana, tassilo balig'i. Bular 1 kilo, 1 tepami? 1,5 Birdan 1,5 gacha tassilo baliqlarning svejisi bugun keltirilgan. Narxi olsa 20 18 mingdan 20 minggacha ajratib olishadi. Xudo xohlasa tassilo baliq yeyman akalarimiz. Bular tez tozalab, tez pishgan baliqlar bo'ladi. Xudo xohlasa kelasizlar, baliqni zo'rini topib ketasizlar. Bu yoqda ham sazan baliqlarimiz bor. Bu qanaqa? Shundan 1,5 gacha, 35 ming so'mdan 32 ming. 1,5 gacha 35 ming atrofida savdo bo'laveradi xudo xohlasa. Kelasizlar, mohirapa men keldim desanglar, zo'rini tanlab berishadi. Yoqsiz sotamiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa, kuninglar xayrli bo'lsin. Charchamang opa. Okalar beli amur oladigan niyat bor akalarimizga. Beli amur katta partiyasi yetib keldi okalar. Bular 3 kilolik, 4 kilolik, 5 kilolik amurlar, beli amurlar bu yoqda. Oho, azboy deshi. Yaniga deb aytdim. Yana o'zbekchalar aytasiz. Azboy, beli amurlar qancha bor do'stim? 60 mingdanmi? 67 ming? 62 mingdan ekan narxlari, bugungi narxlar. 2025-yil 16-oktyabrga narxi sveji mana. Okalar, sveji keltirilgan juda katta partiya bitdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bozorlarni bezasiz boy.
Assalomu alaykum. Sal qorong'i bo'lmasa agar sudak baliqlari keldi. Yangi partiya aka bu. Bular necha kiloli? Qancha kerak? Bir tepa sudak balig'i, yumshoq baliq, shirin baliq. Aka narxi qanaqa bo'pti? Ha, baliq razmeriga qarab 60 bu baliq 60 mingdan, mana shu tur ko'rinishi 60 ming so'mdan kilosi. Bundan yiriklari bor, ular 70 mingdan mana bu. Yiriklar aka. Bular 1,5 2-3 tepa 70 ming aka bular mana. Ko'ringlar. Sveji bugun keltirilgan Chinor baliq bozori. Do'stim charchamang, sog' bo'ling, savdolarni bersin, kuningiz xayrli bo'lsin. Akalar qidirib yurganlar bor, Afrika laqasi qayerda bor ekan degan qidirib yurganlar uchun lokatsiyaga kerak. Mana shu baliq bozoriga kirganlar to'g'rida o'ng qo'lda Davlatboy bilan Ozodbekmidi? Olimboyni hovuzlar bor. Bu yerda juda har kuni har yangi sveji katta partiya keladi. Tirik Afrika laqalari. 2 tonna, 1,5 2 tonna, 1,5 tonna atrofida kelaveradi. Bundan kam bo'lmaydi. Shu ketadi xalqqa, to'g'ri. Akalar bugun ikki tepalar 17 ming so'm akalar mana 17 mingdan juda katta partiya hovuzda ham bor. Kelishamiz ko'proq olgan. Ko'proq olaman deganlarga, ko'proq yeyman akalarimiz bo'lsa, undan kelishuv joylari bor. Akalar mazza qilib ketasizlar. Baliqda zo'r xo'rozlari Afrika laqasiga taqaladi, to'g'rimi aka? Maydalar qancha aka? Maydalar 14 ming. 14 ming bugun akalar, 14 sensatsiya akalar. Bugun xudo xolasa Afrika laqasi rekord qo'ysa ham bo'ladi. Mana 14 mingdan 17 minggacha kelishgan joylari bor, to'g'rimi? Davlatboy biz keldisa bo'ldi aka. Nomerni qoldiraman, aytib o'ting. 99 akalar. 001 akalar. 92 30 ga aloqasizlar, juda katta partiya laqqa balig'ini ko'rasizlar. Afrika 7 kilogacha bor, orasi to'g'ri ajratib berasizlar. Gap yo'q. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuningiz xayrli bo'lsin, savdolarni bersin. Assalomu alaykum, hormaylar. Sazan balig'i yog'li yo'qsiz? Yo'qsiz. Bir tepa bu sveji keldi akalar. Bu qancha bor? 40 ming kilosi aka? 40 mingdan sazan baliqlari akalar. Bu yoq sal qimmatroq, shu bir narx bilmi kelasi? Ey do'stim, bu narx qanaqa bu yoni? Ha, bu yirikroq, 1,5 tepa bular. 1,5 tepalar 45 mingdan akalar mana. Bular yog'limi yo'q, yo'qsiz bunisi? Yo'qsiz deyapti, xudo xolasa, svej mana nafas olib turibdi akalar, ko'ringlar. Bu yoq 40 ming so'mdan, bu yog'i 45 ming so'mdan. Sazan balig'ini zo'rlari chetda. Ko'ringlar akalar, xudo xolasa, yeyman degan akalarimiz Chinor baliqbozoriga kelaverasizlar, aylanib ko'rib, yurib, har kuni katta partiya kelyapti sizlarga. Malades. Charchamanglar akalar. Hey, mana. Sog' bo'ling, do'stim, charchamang. Bozorlarni bersin. Assalomu alaykum, Ahror aka, yaxshimisiz aka? Akalar Chinor baliqbozoriga kelsanglar, Ahror aka uchrasanglar, Ahror akamizning udarlari bo'ladi baliq. To'g'rimi aka? Har doim mana baliqning svejisi bu cho'rni pyustri aka. Cho'rni pyustri balig'ini bugun kelgan variant, to'g'rimi aka? Svejilar. Akamizning hovuzlari bor, hovuzlarda sazan, tarsolov, libobandan bo'ladi. Undan muammo bo'lmaydi aka, ko'ringlar. Bular necha kilo aka bular? Bular 1,5 tepa. 1,5 tepa cho'rni pyustri narxi qanaqa bo'ladi narxi aka? 20 ming, 22 ming. 20 mingdan boshlab akalar 22 minggacha baliqlarimiz bor. Sveji akalar mana bugun bozorga tayyorlab qo'ygan. Xudoga sotilgan, bozorga tayyorlangan akalar mana. Bozorga tayyorlab qo'yishgan. Yashik olib ketishadi. Sazan bormi aka? Sazan bor. Mana bulardan bor, yo'qsizi bor. Akalar ketdik. O'tamiz. Akalar mana tog'orani to'ldirib qo'yishgan bozorga, xudo xolasa akalar. Bular yog'li yo'qsa aka. Yog'lilari. Ha, yog'li varianti. Bu qancha narxi bugungi narx? Yog'lilarini 35 ming berdik, yoqsizlari 40 ming, 42 ming, 43 minggacha. O'ziga qara. Ha, baliqni sifatiga qara, svejiligiga qara, kattaligiga qara, bahlanasiga sekin naqsh chiqaradi. Ha. Akalar kelinglar, Ahror aka, men keldim desanglar, baliq udarlarini, zo'rlarini shakam chiqib beradi. Xudo xolasa kelinglar. Alloh qo'ldan kelgancha el xizmatida 24 soat 7 kun. Bozor har kun ishlaydi, to'g'rimi aka? Abitdan keyin 3 dan 8 gacha bor. Любой payt, kechqurun 1 da kelsa ham qilib beraman. Qilib berasizmi? Aka charchamang, sog' bo'ling. Kuningiz xayrli bo'lsin, sog' bo'ling aka. Rahmat, sog' bo'ling. Charchamanglar aka. Assalomu alaykum, hormaylar. Laqqa baliqning kattalari, Afrika laqqasi aka. Opajon, qani bor shogirdlar? O'g'illar qayerda? Bitta baliq. Qani bozor. Bular narx qanaqa bo'lyapti bugungi narxlar? 18 ming. 18 mingdan bugun bular necha kilolar? 3, 4, 5. 3 dan 5 kilogacha bo'lgan Afrika laqqasini zo'rlari bu yoqda, xudo xolasa. Narx-navosi 18 mingdan bo'lyapti, kami bor. Ozgina ko'proq olaman, 300 kilo olaman, 500 kilo olaman deganlarga bu yerda kamaytirgan joylari bor. Undan tashqari maydalar ham bor. Ko'ringlar. Bu yoqda xudo xolasa necha kilolar? Keyin 1,5 dan 3 kilogacha laqqa baliq mana ko'ryapsizlar. Tirik, sveji bugun keltirilgan. 15 ming so'm.
Bugun xudo xohlasa laqqalar arzon. Olaman yakalarimiz Chinoz balig'ida kelaverasizlar. Xudo xohlasa aylanib ko'rib, bemalol keyin uchrolib kelgan joylari bor. Ko'proq olganga bonusdan qilib bersa, bitta yarim tashab berishadi. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa, kuninglar xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling. Bozorda bersin. Mana akalarim Afrikada qasi kopqalari, zo'rlar.